Assalomu alaykum. Mani kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga nежный bo'lib pishadigan tvorожный pirogimizlarni tayyorlanishini ko'rsatib beraman. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Birinchi bo'lib ishimizni xamir qorishdan boshlaymiz. Idishimizga unni solib olamiz. Ustidan muzlatgichda turgan sariyog'imizni solib, unga belab qirg'ichdan chiqarib olamiz. Qo'limiz bilan bitta aralashtirib olamiz. Ustidan chimchim tuz, saxarni pudramizni, razrıhritimizni solib aralashtirib olamiz. Bitta tuxumimizni sarig'ini solamiz. Qaymog'imizni solamiz. Va qo'limiz yordamida yumshoq xamir qarib olamiz. Xamirimiz mana shunaqa yumshoq bo'ladi. Xamirimizni tindirish uchun muzlatgichga qo'yamiz. Xamirimiz tinguncha nachinkasini tayyorlaymiz. Idishimizga tvorog, shakar, bitta tuxumimizni oqini, 3 ta tuxumni, qaymog'imizni, ko'kris kraxmalimizni, vanilimizni solib, однородно massa bo'lguncha blender qilib olamiz. Qalbimizni olamiz, sariyog' surib chiqamiz. Muzlatgichda tingan xamirimizni olib, qalbimizga solib, ozgina ustidan sepamiz va qalbimizga birdek qilib bo'tiklar chiqarib yeyib olamiz va ustidan tayyor bo'lgan nachinkamizni quyib olamiz. Manda zamorоженный смородина uchun ko'krisni kraxmalga solib aralashtirib keyin solamiz. Свежий yagidalar bo'lsa, kraxmalga solishni hojati yo'q. 160 gradusda 60 daqiqada pishirib olamiz. Mana shunaqangi nежный bo'lib pishadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Pirogimiz pishib chiqqandan keyin to'liq soviguncha kesmaymiz. To'liq sovitib, keyin kesamiz.